Bu o'sha Soyuz paytidagi planirovkada, to'g'rimi? Udvoyniy zal deyiladi hozir. Udvoyniy nimaga shuni ikkitali zal deb qilishgan ekan? Bilmayman, lekin kadastrda ham xuddi shunaqa 5 ta xona. Kadastrda polnotsenniy 5 ta xona 110 kvadrat. Endi mana bu Rigel turibdi-yu, menimcha xolisanglar bo'lib olinglar deganni shu bo'lsa kerak, to'g'rimi? Balkondan kirish bo'ladi. Balkondan kirish bo'ladi yoki mashina o'zidan bitta kirish qilib qo'yiladi-da. Obzorini qilamiz. Xo'p, bu bizda udvoyniy zal, ikkitali qilingan zal. Asosiy xonadonimizga kiraverish eshigimiz bu. Xonalarni birma-bir ko'rsatamiz. Birinchi xonamiz, birinchi yotoqxonamiz joylashgan bu yoqda. Shunaqa. Keyingi xonamiz yana bitta yotoqxona. Bu detskiy bo'lsa, bu ham detskiy. Ikkita bolalar uchun, bitta kattalar uchun mo'ljallangan xonamiz bor, tushundi, to'g'rimi? Xo'p, bu Kladovaya komnata bor, sanuzel разделный, Aha. oshxona. o'zi oshxonamiz proyekt bo'yicha mana shu joy bo'lgan, ha? Da. Okam oshxonani balkonga olib chiqqanlar. Balkonimiz ham juda katta ekan. 2 ga 9 mi, nechi bu 2 ga 6 emas, undan katta balkonda bu. Udvoyniy zal-ku. Xo'p, bu yerda o'tiradigan joy tapchan qilingan. Ovqat mamti tayinlansa, mamtga xullas stol yoki divanli zona ham qo'ysa bo'lar ekan. Bemalol, joy ham bor. Eng shirin joyi, lokatsiyani aytib o'taylik. Mana bu Baynal Minal. Yonimizda Tamojniy, Seulskiy ko'cha. Lokatsiyani voshe bir Oqtepada, to'g'rimi? Oqtepa mikrorayon. Ikkinchi etaj, 110 kvadrat, narxi. Narxi 155 ming. Startovoy, albatta, ustupka bor. Keling, ko'ring, sodalashing. Yoqadi 100%, chunki mana bu zelenni qarang, polniy daraxtlar, ya'ni suvni bo'yi, atmosfera, havolari ham juda boshqacha. Da, infrastruktura juda razvita. Juda razvita, bu joy. Shuni Nurafshon bu yog'i shundoq Seul munga bemalol chiqib ketsa bo'ladigan joy. Egalarining nomerini yozib qo'yamiz bo'lmasa murojaat qilishadi. Yes.